Şanfeyning ot o'g'irlab Liubiga balo tepishi. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qo'z 3 podshohlikni davomli so'zlab ketdik. Oldingi filmda biz Liubininki yo o'q etib urushni tinchlantirganlik to'g'riliq so'zlagandik. Endi bularninki urushi tugagandan keyin albatta Yuanshuninki sanog'ini jinlinmi amonsiz ketib qoldi. Chunki o'zi ma'qul olgan ayni vaqtda. Agar yo o'qi haqiqatan tegib shu tuma tushib ketib qolsa, qaytadigan bo'lganda amalsiz qaytadi. Qaytib Yuanshudan xili tildek bilan ish istedi. Amal yo'q hamda. Lekin gap bo'ldi-da. Liu Beimo ichidan xush bo'lib, Liu Bo'ga minnatdor bo'lib qaytib ketdi. Mushu vaqtda Liu Bo bir gapni qilib qo'ydi. Men seni mushu qitim qutqizib oldim. Mushu qutqizib olganimni herkes unutib qolma. Keyin mening beshim bo'lgan kun tushgan vaqtda sen meni qutqizib olishni unutma degan bir gapni deb qo'yib, Liu Bo'mi shu jo'q ketib qoldi. Liu Bey endi bu ishlar iziga tushdi deb tinchlanib o'tdagan vaqtida tuyuqsizda bir kuni Liu Bo nurg'un qo'shinni boshlab shu Xiaopeining oldiga, shahar Sepilning oldiga kelib vaqiraydi. Liu Beyni tillabla tushdi bu. Darzi deb. Nima deymiz buni? Darzi deb Liu Beyning laqabi bor. Shunda tillablam tushdi. Ondan keyin Liu Bey bu yerdan cho'chib ketdi. Bu Liu Bo nima kelgandamdi meni bu shahrimga, bu yana bir ishni bayqab qoldimi yo bir ishdan achchiq kelib qoldimi deb shuning bilan shaharning sepilning ustiga chiqib bundan so'raydi. Sanog'in nima ish bo'ldi degandan keyin bilib turib mandaq jo'ng beylik qilsa. Seni men shundaq yaxshi beqovatsam ochliq ta'minlab, sen shunda qaravatsam, seni qutqizvatsam, men shunda xoylik qilamsa degandan keyin Liu Bey hamda buni bilolmay qoldi. Zot nima ish bo'ldi, men uqmay qoldim degandan keyin sen yeningdagi Qaravoydan so'ra deb Janfeyni ko'rsatib qo'ydi. Bu Janfey bilan Liu Bo kelisholmaydi bir-birini tillab o'tirdi. Shunda Liu Bey Janfeydan so'ragandan keyin nima ish bo'ldi degandan keyin men uning itini o'g'irlagan degan gapni deydi. Amaliyotda bu Janfey nima ish qilibdi desa, Liu Bo shu askar ko'paytirish uchun, ya'ni qo'shinni zo'ratish uchun setib olgan 300 otninki 150 ni o'g'irlab ketgan gapda. Bu ham Liu Bey ham demagan gap. Buni ko'rib, shuning bilan Liu Bey anandan keyin cho'chib ketdi. Sen nima ish qilib o'g'irlaysan, nima ish qilib menga demaysan degandan keyin, buni o'g'irlasam nima bo'pti? Bizning qo'shin zo'raytib olsak, bizga bavamdi deb, shuning bilan davlaylashdi. Shuning bilan Liu Bey uni deb, buni deb bular bilan dardalash qilib, amal topolmay turgan vaqtda Sunchen o'tirg'i chiqdi bu yerda. Endi bu Sunchen kim? Sunchen Liu Bey'ninki mushaviri. Biz bu to'g'riliq keyingi filmda so'zlashimiz. Sunchen nima deydi desa bu yerda, biz endi Liu Bo bilan tutishib qolsak, aniq ziyon tortmaymiz. Bizga ochliq, hamma narsani bu ta'minlab beryapti. Uningizga bu Xiaopei degan kichik yer. Bu bizni yo'qitman desa, deb qolsa, birdan yo'qitadi. Shunga bu Liu Bo bilan munosabatni hargiz yo'qotishib bo'lmaydi. Chuqur bu munosabatni qaytarib keldi. Biz bunga namaqul bo'ldi. Siz avval bir parcha namaqullik xatizam. Ondan keyin biz berib Janfey bulab ekkagan otlarning hammasini tep ekilib, otning hammasini qaytarib berdi. Xatni uning yetkizli, men elchilikka baray deb ondan keyin shunday bir amalni ko'rsatdi Liu Beyga. Ko'rsatgandan keyin hamda Liu Bey qo'shildi buning. Boshqa amalmi yo'q-da. Shuning bilan otni olib borib qaytirdi. Undan keyin xatni olib borib tushundirib Liu Bo'ga. Namaqul bo'lgandan keyin Liu Bo hamda bo'pti unda bo'lsa otni qaytirib bergandan keyin deb kangchilik qilib bular kechirib o'tdi. Kechirib o'tib bu o'rnisi o'tdagan vaqtida hamma ish normallashdi deb Liu Beylar xo'shal o'tdagan vaqtda hamda bu yerda chungun bir ish qildi. Nima ish qildi desa, Liu Bo'ning uyine kirib, siz bilan kechirib o'tdingizmi degandan keyin, ha kechirib o'tdim. Bular bilan yana ittifoq o'tadigan bo'ldi degan bir gapni qilgandan keyin, yaxshi debsiz deb bo'lib, unda qolsa jangga tayyorlik qilaman. Bugunla berib Liu Beyni yo'qotamiz. Degandan keyin, nima ish bunda deysiz, men bayla bularni kechirib o'tamiz degan tursam degandan keyin, mushu fursatdan foydalanib biz Liu Beyni yo'qotmasak, bizga boshqa fursat kelmaydi. Bu nihoyat yaxshi sabab bo'ldi. Biz ishlarga ishqandaq ular chiqolmadik. Janfey oldi bilan bulanchilik qilib bizning mol-mulkimizni bulab ketdi, otlarimizni bulab ketdi. Mushun dastak qilib turib biz Liu Beyni yo'qotib etmasak, bu bizning yenimizda tursa, bu ko'zimizga qadalgan mix har zaman bizga xavf olib keladi. Buni mushunda fursat yo'qotmay olmaydi. Yo'qotib Xiaopei'ni o'zimiz saqlaymiz.
Degandiki ki bu plan bu yerda Lyuboning qo'liga bek yoqadi. Shuning bilan bo'ldi unda bo'lsa deb kechicha yana qo'shinni ratlab beriblar, Shaopega berib, Lyubiningki o'rdisiga, ya'ni shu sepilib hujum qiladi. Am bu tuyuqsiz kelgan hujumdan Liubi Guanyu Zhangfeilar cho'chib ketdi. Nima qilarini bilmay, yana Sunchanga bu yerda shundoq bir maslahat soldi. Sag'andiki Sunchanim deydi desa, bizning hamda amalimiz qolmadi. Uning bilan ilishsaq, bu yerda o'lib tugaymaymiz. Shunga shaharni tashlab qochili. Biz hamda Savsavga el bo'ldi. Chunki Savsavning endi podshohi bor. Biz shu yerda o'zimizningki shu kuchini qaytadan qurib chiqa olamiz. Shu yerga borsak bizga ish chiqadi degandan keyin Liu Bei unda bo'lsa, sen avval elchilikka bag'ash tur. Keyindan men boray deb Sunchani yana elchilik avatib qo'yib, o'zi keyindan barliq balachaqa, puhralarni boshlab, keyin eshikdan chiqib ketdi. Zhang Fei bilan Guan Yu keyindagi qo'shinlarninki yo'lini uzib, tarmar qilib, asta-asta bular shaharni tashlab chiqib ketdi. Oxiri bular yana o'rinsiz, makonsiz holatda Savsavning yeniga shundoq shuningga el bo'lish uchun, yordam so'rash uchun ketib qoldi. Liu Bu bo'lsa, Shaopega ega bo'ladi, shu jo'g'imi ega bo'ladi. Unda qo'z do'stlar, Zhang Fei'ninki shu ot o'g'irlab Liu Bei'ga peshkanlik tepish hikoyasini shunchalik so'zlab turlar. Agar 3 podshohlikdagi texmi ko'p mazmunlarni, cho'nqur mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, ostidagi bular orqali men tayyor so'zlab qo'ygan darsni anglab olsanglar bo'ldi. 3 podshohlik va korxona boshqarish to'g'riliq so'zlayapmiz. Mush korxona boshqarish to'g'risidagi shu shirkat igilik tiklashga oid maslahatlar olib qolsa, ayrim xonani quchur qilish orqali unidani qo'shib so'rasanglar bo'ladi. Men mush to'g'risida haqsiz maslahat beraman. Shu do'stlarning ichida nutq o'rganishni o'rganayotgan do'stlar olib qolsa, biz izdan nutq risolasi orqali 6 oy maxsus sistemlik nutqda nutq so'zlashda, so'zlash qobiliyatini oshirishda yetaklaymiz, tarbiyalaymiz. Mushu jihatdan ehtiyojinglar olib qolsa, ayrim xonaga uchur qilinglar.